Assalomu alaykum. Men Sultonova Ozoda Xolmurod qizi, Toshkent Gumanitar fanlar universiteti ingliz tili fakulteti birinchi bosqich talabasiman. Universitetga birinchi kelgan kunim juda ham esda qolarli bo'lgan. Umuman unutmasam kerak hayotim davomida bu kunni. Men birinchi kelganman. Universitet men kutganimdan ancha yaxshi bo'lgan. Bizda tadbir qilib, bizni kutib olishgan, juda ham chiroyli nutqlar so'zlab berishgan bizga. Men kirganimda biz 90 taga yaqin o'quvchi bitta xonada o'tirgandik. Men o'zi hayotda shevalarni, tillarni o'rganishga juda ham qiziqaman. Shu sababli boshqa viloyatlardan kelgan talabalar bilan kirishim, birga ular bilan qo'shilib ketishim juda ham yaxshi bo'lgan. Men yoshligimdan ko'p sohalarga qiziqqan bo'lsam ham, insonlarga uncha qo'shilish xohlamasdim. O'zim alohida ishlashni juda ham yoqtirardim. Ammo hozir menda butkul boshqacha hayot tizimiga o'tganman. Menga bu universitetdagi chaman ustozimiz birinchi kun kelganimda darslarga qo'shilish xohlamaganman, lekin juda ham o'shalar bilan suhbat qilishni xohlaganman o'quvchilar bilan. O'zimni olardim. Chaman ustozim shuna 90 kishining ichida turg'izdilar-da. Siz agarda o'sha jamiyatga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, hozir boshlang. Siz qo'shilmoqchimisiz? Siz o'zingizni karyerangizni yaratmoqchimisiz? Siz insonlar bilan suhbat qilishingiz kerak. Ular bilan fikr almashishingiz kerak degan so'zlarni menga aytgandan keyin men juda ham ta'sirlandim va undan so'ng hozirgi kunda ayni paytda o'quvchilar bilan, hayotimda uchragan odamlar bilan yaxshi suhbatlashib, kirishimli bo'lishga harakat qilmoqdaman. Menda juda ham qiziqishlar ko'p, lekin hozir eng katta fokusimni ingliz tiliga qaratganman. Lekin bo'sh vaqtlarimda shaxmat o'ynashni, tabiatda sayr qilishni, gullarni parvarish qilishni juda ham yoqtiraman. Yoshligimdan gullar o'zimni bog'im bo'lgan, o'sha bog'imda gullarimni o'stirib, parvarish qilib kelaman. Gullarni yaxshi ko'rganligim tufayli har yakshanba dam olish kunida men botanika bog'iga boraman. U yerda issiqxonalar bor. U yerda qishmi, yozmi har faslda gullar yetishtiriladi. Men u yoqqa volonter bo'lib borib, gullarni parvarish qilishga yordam beraman, chunki menga bu mashg'ulotlar juda ham yoqadi. Men ruhan dam olaman. Ingliz tili sohasini mukammal o'rganib bo'lgach, chet davlatlarda marketing va iqtisodiyot sohalarida o'zimning bilim va ko'nikmalarimni oshirib, O'zbekistonda ularni qo'llamoqchiman. Chunki biz millat tayanchimiz.